Instabloger va aktrisa Feruza Normatova haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Feruza Normatova el-yurt faxri ko'krak nishoni bilan taqdirlandi, deyiladi xabarda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Aktrisa, bloger va boshlovchi Feruza Normatova o'zining Instagram sahifasi orqali quvonchli xabarni muxlislari bilan bo'lishdi. U el-yurt faxri ko'krak nishoni bilan taqdirlanganini ma'lum qilib, samimiy fikrlarini izhor etdi. San'atkor post ostida "Alhamdulillah, shu yurtning farzandi ekanligimdan faxrlanaman" deya yozib qoldirdi. Shuningdek, u bu yutuq nafaqat o'zi, balki bir qator ijodkorlar uchun ham katta e'tirof ekanini ta'kidladi. Feruza Normatovaning so'zlariga ko'ra, ular har doim xalq xizmatida bo'lib, o'z ijodlarini xalq uchun bag'ishlab kelishgan. Bugun bizni e'tirof etishdi. Bu men uchun juda katta baxt, deydi Feruza Normatova. Yurtboshimizga rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan xalqimizga esa chuqur minnatdorchilik bildiraman, deya samimiy fikrlarini bayon etdi. Mazkur xabar ijtimoiy tarmoqlarga ilk kutib olindi. Izohlarda muxlislar aktrisani tabriklab, uning ijodiy yo'li yanada yuksalishini, bunday yutuqlarni bardavom bo'lishini tilab qolishmoqda. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.